Fermer akalarimiz qiziqdi, ya'ni chorvadorlar. Mol boqiydigan, qo'y boqiydigan, echki boqiydigan obunachilarimiz qiziqdi-da, Farhodjon uni go'ngini shu bochkamiz suvga aylantirib yuboradimi, to'lmaydimi, shu haqida ham bir ma'lumot oling deyishdi. Bir o'zingiz ma'lumot bersiz. Rostdan bo'ladimi, bo'lmaydimi? Garantiyalari qanday bo'ladi? Bu stikloplasdan tayyor bo'ladi. Farhodjon, bu umuman sinadigan, bu katta anaqalarga sindirib qo'ymay teshilib qoladi. Ishlatilgan bunaqasi yo'q. Bu xuddi shu holatda qo'yiladi, katta mashinalar o'tadi, misol yengil mashina yo'llarga qo'ysa bo'ladi. Buni misol buni bitta bu shunisi emas, bu boshqa. Nima qarang, to'rba yosh bolaning narzasi ursalar ko'ldan erkak. Qoyil. Shu holatda bu tayyor bo'ladi o'sha katta obyektlar, o'sha katta mashinalar o'tadigan joylarga. Endi bitta bunisini urdi deyishmasin obunachilarimiz. Qolganlarini ham bir qator urib ko'rsatib qo'ysak. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Bir umr to'lmaydigan kanalizatsiyani bilarmidingiz? Endi bu kanalizatsiya faqatgina xonadonlarga emas, endi kattagina zavodlarga ham moslandi. Ya'ni qo'y, mol boqaman degan akalarimiz uchun ham bu kanalizatsiyalar juda qo'l keladi. To'liq obzor qilamiz, 50 yil garantiya beramiz deyishyapti, bir umr to'lmaydi deyishyapti. Buni sababi nimaga? Narxi nech pul? Dastavkasi qayerlargacha bo'ladi? Hammasini video davomida sizlarga to'liqroq ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Eng qizig'iki, sizni do'st birodarlingiz 1 metrdan xonadonidan suv chiqadi. Kanalizatsiya kerak, lekin mahallasidan kanalizatsiya o'tmagan. Sizlarga tavsiya qilamiz. Eng asosiysi to'liq ma'lumot beramiz. Bir umr to'lmaydigan kanalizatsiya. Yangi chaqaloq tug'ildi, hattoki 60 ga kirdi. Bir umr to'lmadi. Qoyil. 50 yil garantiyasi ham bor ekan do'stlar. Like gumbilatasizlar, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar past tomonda qizil podpisatsiya tugmasini shunday kallasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Sizlar ko'p kutilmay qolganda biz videolarimizni boshladik. Qadrli do'stlar, Namanganda Saroy qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'iga kelasizlar. Shu saroy bilan qo'shnisizlar-da, to'g'rimi? Bu tomon Saroy qishlog'i. Namanganda Tepaqo'rg'on kelsalaringiz, Muzaffar akamiz o'zlarini ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Akamiz mana shu yerda bo'ladilar, ya'ni bir umr to'lmaydigan kanalizatsiyalarda o'sha sotish, kelgan mehmonlarni kutib olish, hamma narsasini akamiz o'zlari inshaalloh sizlarni kutib oladilar. Muzaffar aka, sizga bir savol bilan yuzlanaman. Juda ko'p obunachilarimiz qiziqtirdi. Instagramda portlagan video bo'ldi. 2 milliondan oshiq odam ko'rdi videomizni. Endi 2 million odamdan har xil savollar tushgan. Shu savollarga yechimlarni birma-bir o'zingizdan olamiz. Birinchi savol, fermer akalarimiz qiziqdi, ya'ni chorvadorlar. Mol boqiydigan, qo'y boqiydigan, echki boqiydigan obunachilarimiz qiziqdi-da, Farhodjon uni go'ngini shu bochkamiz suvga aylantirib yuboradimi, to'lmaydimi, shu haqida ham bir ma'lumot oling deyishdi. Bir o'zingiz ma'lumot bersiz. Rostdan bo'ladimi, bo'lmaydimi? Fermer akalarimiz qiziqdi, ya'ni chorvadorlar. Mol boqiydigan, qo'y boqiydigan, echki boqiydigan obunachilarimiz qiziqdi-da, Farhodjon uni go'ngini shu bochkamiz suvga aylantirib yuboradimi, to'lmaydimi, shu haqida ham bir ma'lumot oling deyishdi. Bir o'zingiz ma'lumot bersiz. Rostdan bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu chorvaga ham, shu mollarda o'sha go'ngiga ham suvga aylantirib berib, o'sha hidini yo'qotib, ishlab o'sha bakteriyasini olib kelib qo'ydik. Oldin yo'q edi, to'g'risini aytganda, uni olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa shunga ham chiqarishni boshladik. Shunga ham chiqarishni boshladik bakteriyani. Shu endi buni ishlash prinsipi qanday ishlasa kanalizatsiya ham aytib o'tilganida, bu ham xuddi shu holatda ishlaydi. Keling, mashina hozir bir qator tushuntirib o'tib ketamiz. Masalan, men klientman, hozir sizga keldim, bochkani dogovor qilyapman. Men uy sharoitida bir 20 ta mol boqaman. 20 ta molimdan deyarli bir kunda ichida qo'pol qilayotganda 10 aravacha yoki 15 aravacha go'ng chiqadi deylik, qo'pol qilayotganda. Endi ustanovkasi qanday bo'ladi, olib borib o'rnatish, narxi, buni pishig'ligi, har tomonlama bir o'zingiz ma'lumot bersiz. Unga hali tayyormas. Aytmadimmi? Aytmadingiz?
Farhodjon, bu molxonalarga bo'lmaydi. Buni ob'yomimiz kichkina. Bu xonadonlar uchun chiqarilgan. Bu Xonadonga mo'ljallangan. Mo'ljallangan. U molxonalarga uni ob'yomi sal kattaroq bo'ladi. Endi molni soniga qarab chiqarib beriladi. Uni dogovor asosida. Ha. Dogovor asosida. Bu xonadonlarga o'sha 3 tonnalik, 3 kameralik bitta xonadon uchun 8 kishi, misol 10 kishigacha bo'lgan xonadonga yetadi shu. Ha. Bu mash tomonidan tushgan axlat bakteriyani ishlab suv qilib chiqarib, xo'sh tomondan suv bo'lib chiqib ketadi bu tomonga. Bu yerdan yopiq dirnash qilinadi, yopiq dirnash qilib yerga singib ketadigan qilinadi. Bundan chiqqan suv hidi bo'lmaydi, boshqasi bo'lmaydi. Suv chiqadi xolos, o'shani hisobiga cho'qindi kelmasdan yerda to'lish bo'lmaydi. Zak joylarga ham xuddi o'shanday ishlaydi. Ha, endi bitta savol bilan yuzlansam yana. Juda ko'pchilik obunachilarimiz aytdiki, bu har tomonlama o'ylaganingizda to'g'ri savol bo'lgan deb o'ylayman. Hojatxonaniki hamda hammomniki, oshxonaniki bu o'rtasidan bo'lingan. To'g'rimi? Yo'q, bir-biriga aralashmaydi. Buni yo'q, buni aralashadi. Buni o'shani sizga aytib o'tmoqchi edim. Aytib o'tmoqchi edim. Buni hojatxona, hammom, misol kimdirlar kuxnani tashlaydi, kimdirlar tashamaydi. Kuxnani qo'shib. Lekin qo'shib tashlayman desa, misol domlarda ham addinli bo'lmaydi. Qo'shib tashsa o'zini anaqasi. Misol o'zimizda, xalqimizda. Lekin buni kamerasi bo'lib qolgan sababi, misol bundan kelgan suv bu yerda cho'qindi bo'lib o'tmaslikka bu yerda kamera bo'lib qo'yganmiz. Ha, lekin aralashmaydi-da, suv chiqib ketaveradi bitta bo'lib. Ha, bitta bo'lib suv chiqib ketaveradi, tomondan bari suv chiqib ketadi. To'ppa-to'g'ri. O'shuni so'ramoqchimanki, masalan, hojatxonani nimasi bilan rakminadan tushgan nonvoq tushadi, idish bo'ladi, bitta bo'lmasligi kerak-da. Suvga aylangandan keyin u chiqib ketsa bo'laveradi. Ha, shunday suvgacha aylanib o'sha. Hozir hammasini mana aytganlaridek o'rtasi bo'lingan ekan. Hojatxonaniki addenlik, hammomniki bo'lingan addenlik hamda oshxonaniki addenlik. Addenlik tushadi, bakteriya addenlik to'kilganda suv bo'lganda suv holati bitta chiqib ketaveradi. U bundan chiqqan suvni hidi bo'lmaydi. Yana savol berishdi-da menga. Suv chiqqandan keyin qayerga ketadi suvi degan savol berishdi. Do'stlar, suv chiqqandan keyin o'zi yerga singib ketadi. Bu uyingizni zak qilib yoki hech qanaqa narsasi ziyoni yo'q. O'zi asosan bu narsani qilishdan maqsad ham juda ko'pchilikda 1 metrdan yoki yarim metrdan suv chiqadigan joylar ham bor ekan. O'sha joylarga ham qo'l keladi bu. To'g'rimi aka? To'g'ri, to'g'ri. O'sha holatda ishlaydi. O'sha zak joylarga ham mo'ljallangan. Prosta o'sha suv yarim metr suvdan sal teparoq qilib qo'yiladi. Shu endi biz ustanovkasini o'zimiz tushuntiramiz. Ha, o'zingiz o'rnatib berasizlar. O'rnatib beramiz. Ha, vodiyga dastlabki montaj qilib beramiz. 7 million so'm. Toshkentga o'sha 8 million so'm dastlabki montajimiz bor. O'sha misol uyda egasi joyini kovlatib, shibionka trubasini olib berishadi. Biz olib borib dastlabki montajimiz bizning bo'ynimizda. Ha, endi bunaqa narsada buni sifati, garantiyasi degan narsa bor. Endi masalan deylik, ko'p shahar sharoitida bu tashqariga chiqsa-da uy uchun mashina yo'l o'tganda. Buni tevasdan mashina o'tishi bor, masalan, ko'milgandan keyin har xil vaziyatlar borda, chirishi yoki sinishi, garantiyalari qanday bo'ladi? Buni bu stikloplastdan tayyor bo'ladi. Farhodjon, bu umuman sinadigan, bu anaqa katta anaqalarga sindirib qo'ymay teshilib qoladi. Ishlatilgan joy bunaqasi yo'q. Bu xuddi shu holatda qo'yiladi, katta mashinalar o'tadi, misol yengil mashina yo'llarga qo'ysa bo'ladi. Buni misol buni bitta bu shunisi emas, bu boshqa. Nima qarang, turba yosh bolaning narzasi ursalar ko'ldan erkak. Qoyil. Shu holatda bu tayyor bo'ladi o'sha katta obyektlar, o'sha katta mashinalar o'tadigan joylarga. Endi bitta bunisini urdi deyishmasin obunachilarimiz. Qolganlarini ham bir qator urib ko'rsatib qo'ysin. Mana tushib ketadi deb qo'rqdim shunga. Bakteriyalarimiz shuni hisobiga devordim bor. Bakteriyalar bor. Ha, bakteriyalarimiz bor edi. Endi asosiy ma'lumotni bakteriyani ushladingiz, esimga tushdi. Nima? Deylik, olib borib o'rnatganimizdan keyin bakteriya to'kiladi deyilyapti-yu. Endi bakteriyamiz narxi qimmatmi? Nech pullik bakteriya to'kiladi? Xonadonlarga o'sha misol mana shu Robikda, mana shu Robik 50 ming so'mdan sotiladigan bo'lsa, yiliga misol 3 dona, 4 dona solinadi. Bitta xonadon uchun yiliga 200 ming rasxoti bo'ladi. Ha, 200 ming bakteriya to'kiladi. To'kiladi. Ha.
Endi buni mana bu katta obyektlar uchun buni sal narxi qimmatroq, buni 200 ming so'm, har xili bor buni. Ha. Shuni quyilsa, uni katta obyektlar uchun, bu katta obyektlar uchun. Uni o'sha obyomiga qarab quyilaveradi buni. O'sh 1 yil ichida xonadonlarga do'stlar 200 minglik bakteriya to'kiladigan bo'lsa, 1 yil ichida to'rga bo'lib to'kinadimi? Birdaniga to'kib qo'ysa bo'ladimi? Yo'q, to'rga bo'lib, misol mana shu bitta anaqada upakovkadagisini mana shuni 4 oyda to'kiladigan bo'lsa, har 4 oyda to'kiladigan bo'lsa, misol yiliga 3 marta to'kiladimi shunda? 3 marta, 4 martaga 4 martaga aylanadi, ha. 1 yil ichida o'sha 4 martadan 200 minglik bakteriya bo'lib to'kiladi. Ya'ni o'ylamangda 600 minglik emas, 200 minglik bakteriya 1 yilga yetar ekan. O'sha 200 minglik bakteriyani bo'lib to'kilar ekan. Endi olgan obunachilarimizga olib borib o'rnatib berganlaringizdan keyin aytganingizdek 50 yil garantiyasi, servis xizmatimiz misol hamma yo'g'i garantiyalari bo'ladi. Ha, endi misol Qirg'izistondan, Tojikistondan obunachilarimiz bor. Buni yana nima deb o'ylamanglar, bu yengil bu. Anaqa qilib qo'yishdi, trap qo'yishdagi yengil. Men bunisidan ko'rsatay mana. Bunisini olyapsizmi mana? Bu ham trap qo'ydilaringizmi? Bu yo'q, yengil. 80 kg 100 kg chiqadi bu hozir. Yengil-da mana. Yengil. Qirg'izistondan, Tojikistondan obunachilarimiz bor-da. Juda ham zarar. Ularda chorva rivojlangan, yo'qmasamki shunaqangi suv chiqadigan, kanalizatsiyaga muhtoj joylar ko'p. Ularga yetkazib berishimiz qanday bo'ladi? Dastavkalar qanday bo'ladi? Ularga dastavkamiz yo'q, Farhodjon, u tomonlarga. O'zlari lekin olib xonadonga o'zim uchun deb olib chiqib ketsa, ancha arzon tushyapti bu narsa. Ha. U tomonlarga misol Qirg'izistonga olib chiqib ketishyapti, Tojikistonga olib chiqib ketishyapti. Bitta xonadon o'zimga deb olib chiqib ketsa, rastamoshka ham boshqasi ham bo'lmasmish. Ha, olib chiqib ketaveradi. Olib chiqib ketaveradi. Shu. Yana bir narsa, ularda olib chiqib ketgandan keyin sizlar olib borib o'rnatib berasizlarmi yoki o'zlari o'rnatishadimi? O'rnatishdi, misol o'rnatishdi. Qanday o'rnatish tushuntiramiz. Bitta santexniklari ham, o'zlarida ham santexniklari boshqasi bor. Uni o'rnatish bir qiyin narsa emas. Xotirjam o'zlari o'rnatishaveradi. Muammo emas. Muammo emas. Hamma narsa o'rgatiladi 100%. 100%. San qanday qo'yish, qanday ana qilish. To'lovlarimiz qanaqa bo'ladi aka, to'lovlarimiz? To'lovlarimiz pricheslidan naqd pul hamma shaytda tartib. Pul beraman degan obunachilarimiz xohlagan holatda pul olinadi. Ha. Yasab beriladi. Endi yana bir ma'lumot bilan yuzlanaman. Katta firmalar bor. Juda katta domlar bor, kvartiralar qo'yapti. Kanalizatsiya masalan, dom qurayotgan akamiz kanalizatsiyani totib kelgangacha ancha mablag' sarflanadi. O'shinga отдельник shu yasab beradigan nimalarimiz ham bormi yoki yo'q, uni katta ob'yomga yo'q, katta ob'yomlarga, o'sha domlarga, masalan katta obyektlarga bor. Hozir o'zimizda beyda hozir to'g'risi katta ob'yomdagi o'sha elektronlarimiz qolmadi. Chunki olib borib kechakni ikkita bordi, olib borib qo'yib berildi Samarqand anaqaga qilib, Xorazmga ham qo'yildi. Domga qo'yildimi? Domga qo'yildi. Ha. Shuni hozir beyda qolmadi, o'sha chekkarog'imizda o'sha 12 to'la o'shani laxtaylari bor misol. Ha, yasalayotganda laxtaga qo'ygan. Misol laxtaga deganda nima degani? O'shanda ko'z oldiga keltirish uchun o'shanda mana shu 12,5 tonna bo'lsa, shuni 4 donasi elektronlarimiz bor. Mana shu o'sh bochkadaqa bo'ladi, to'g'rimi? O'sha bochkadaqa bo'ladi, shuni uzunasiga bo'ladi. Ha, ikkita. 4 donasi bitta 50 tonnalik bo'ladi. 50 tonna bo'ladi. Bo'ladi, ha. To'lmaydi, biron-biri. To'lmaydi, buni o'sha bakteriyani ishlashning hisobiga to'lmaydi. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Do'stlar, manzilni eslatib o'tadigan bo'lsak, manzilimiz Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz, to'g'rimi? To'g'ri, Namangan. Kelasizlar, Xudo xolasa, o'zlaringizga yoqqan xonadonga desangiz xonadonga, katta zavod desangiz katta zavodga. Eng asosiysi o'sha tashkilotlarga desangiz tashkilot. Eng asosiysi biz obunachilarimiz chorvadorlarda. Chorvador obunachilarimizga mol qo'y boqiydiganlarga ham to'lmaydigan kanalizatsiyalar o'rnatib berishadi. O'sha molingizdan, qo'yingizdan chiqqan go'ng suvga aylanib yer tagiga ketaveradi. Doimo sog' bo'linglar do'stlar. Tanish bilishlarga bu videomizni tarqatib olasizlar degan umiddamiz. Yashar O'zbekiston deb turib bittadan kommentariy yozib qo'yasizlar, chunki O'rta Osiyoda yagona bo'lib turgan to'lmaydigan kanalizatsiyalar. O'zbekistonda ikkita bor, bittasi Toshkentda bo'ladigan bo'lsa, u Toshkentdagi katta zavodlar uchun ishlaydi xolos. Bu zavodimiz bo'ladigan bo'lsa, aholiga, zavodga, fermaga, fermerlarga qizig'i yo'q. Hattoki sizga ham yasab berishaveradi. Doimo sog' bo'lasizlar do'stlar. Sizlarga ma'lumot berganimizdan xursandmiz. Doimo sog' bo'linglar.